Real Madrid nima uchun Arsenaldan o'ta olmaydi? Videoni oxirigacha ko'rib, hozirdan like bosib qo'yinglar. Mana men aytaman hozir. Agar kim eslasa, Real Madrid comeback o'yinlarida har doim Cristiano Ronaldo 2 ta yo 3 tadan gol urardi. Esinglardami? Hozir Ronaldo qayerda? Al Nassrda. Undan keyin Karim Benzema xuddi shunaqa ishlarni qildi. Benzema 3 talab hat-trick qilib berardi comeback o'yinlarida. Kim eslaydi? Esinglardami? Benzema. Endi bugun kim bor? Kylian Mbappe. Mbappe kim? Chichqoq. Prosta. O'tolmaydi Real. Agar o'tsa, Real Madrid o'tsa, ko'rsat. Mana shunaqa dvoyka. Shuni ikkitasini sovg'aga o'ynayman. Mana sharhlovchiga podpiska qilib qo'ying.